Nima emish, mashinangiz sirpanchiq joyga to'g'ri kelsa, mexanikaga o'tkazib, 2 ga qo'ysangiz agar, mashinangiz joyidan 2 da qo'zg'alar ekan va sirpanmas ekan. Baraka topgur. Ana men 6 ga qo'yaman. Qani shu mashina qo'zg'aladimi, yo'qmi? Ana ko'ramiz. Ana. Xuddi o'zi bilgandek, odatdagidek birinchi skorsda qo'zg'alyapti. Bu mexanikaning ma'nosi shuki, siz 2 ga qo'ygan paytingizda faqat 1 va 2-chi skorsda harakatlanadi. Masalan, 1 ga qo'yganingizda 2 ga o'tmaydi degani. Ana, qaraymiz. Ana 2 ga o'tmaydi. Bilmaydiganlar uchun aytib qo'ymoqchiman, bu mexanika rejimni qishda yo sirpanchiq joylarga umuman aloqasi yo'q. Bu rejim tepalikka chiqish uchun va pastlikka tushish uchun kerak bo'ladi. Siz agar D ga qo'yib tepalikka chiqmoqchi bo'lsangiz, u o'zi bilgandek skorsga qarab, оборотga qarab skorsni almashtiradi va siz tepalikka chiqa olmaysiz. Mashina qiynalib qolishi mumkin. Siz mexanikaga qo'ygan bo'lsangiz agar, mexanikaga siz ikkinchi skorsga qo'yib, bemalol bitta skorsda, baland оборотda mashinani qiynamasdan tepalikka chiqib ketishingiz mumkin. Bu funksiya ana shu uchun kerak. Ko'pchilikdan so'rab qolgan bo'lardim, bo'lmag'ur video chiqarmaylik. Yosh bola emas-ku biz hammamiz, to'g'rimi?